Assalomu alaykum, yana bir marotaba. Mana bugun biz Namangan tumani Xonobod qishlog'ida yana bir murojaat uchun keldik. Mana shu xonadonda ancha yillardan buyon Abdulaziz ukamiz bemor bo'lib yotibdi ekanlar. Shularni hollaridan xabar olgani keldik. Hozir kiramiz, ichkaridagi holatni o'rganamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan murojaat bo'lgan ekan, mana xudo xolisa keldik. Abdulaziz hollaridan xabar olgani keldik. Ana endi ko'ramiz, nima qanaqa yordam bo'lsa, xalqimiz saxovat beshi inshaalloh. Xudo xolisa albatta qo'llaridan kelgan yordamni qilishadi. Joyingiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Abdulaziz, qanaysiz? Yaxshimi? Ahvolar yaxshimi? Zo'r. Молодец. Yaxshi. Abdulaziz chiroyli bola ekan-ku, ha? Ko'z tegmasin. Yaxshimisiz? Молодец. Zo'r. Necha yosh bo'ldingiz, Abdulaziz? 20 gami? Umringiz ziyoda bo'lsin. Barakalloh. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, mana murojaat orqali keldik xonadoningizga. Keling shu Abdulaziz haqida ozgina ma'lumot bering. O'zingiz haqida ma'lumot bering. Abdulaziz qachondan buyon bunday holatga tushib qolgan? Shu haqida ozgina ma'lumot bering. Abdulaziz o'g'lim 7 yoshligida, 7 oyligida anaqa berildi bunga. Ukor qilinganda noto'g'ri berdi. Nerv tomiriga, shu nerv tomirida deyishdi. Toshkent professorlar Toshbuloqqa kelib, tibbiyotimizga kelib ko'rdi. Mablag' ko'proq ketardilar. O'shandan beri endi iroda davolatdik. Bormagan joyimiz qolmadi. Dachalar o'tib ketishdi, endi bemor bo'lib Alloh ketdilar. rahmatiga loyiq qilgan bo'lsin albatta. Endi yana ham shu bolam oyoqqa turib ketsa, hammadan duo. Inshaalloh. Xudo xolisa Alloh hamma narsaga qodir. Ko'rmagandek bo'lib ketadilar inshaalloh. Bizda juda ham ko'p saxovat pesha odamlar ko'p. Albatta bu ukamizga befarq bo'lmaydigan insonlar qancha insonlar turishibdi. Inshaalloh Xudo xolisa o'shalarning yordami asosida Xudo xolisa avvalo Xudo, albatta biz bandalar sababchi bo'lib qolamiz. Inshaalloh Xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadilar. Xudo xolisa. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hurmatli qadrdon aziz hamqishloqlar, yurtdoshlar, mana biz Abdulaziz holatlarini ko'rdik. Ancha yillardan buyon bemor bo'lib yotibdi ekanlar. Albatta qo'limizdan kelgancha mana shu ukamizga yordam qilaylik. Barchamizga ikki dunyo saodat iqbollarini bersin. Singil, demakki Abdulazizni yaxshi bo'lib ketishlari uchun xalqimiz qanaqa yordam qilsin sizga? Xalqimizdan yordam so'rayman aka. Birinchi o'rinda boquvchim yo'q, yolg'iz onaman. Mana shu bitta farzandim. Shu bolamni davolatishga 30 million mablag' kerak bo'lib turibdi. Shunga hozirgacha mablag'i yo'q, olib bora olmadim davolatga. Inshaalloh xalqimiz mana bu Abdulazizni ko'rib turishibdi. Saxovat pesha, qadrdon, safarda yurgan aziz aka-ukalarimiz bor. Abdulazizni mana shunday holatdagi befarq bo'lmaymiz. Inshaalloh avvalo Xudo albatta yaxshi bo'lib ketadilar. Abdulazizning eng katta orzusi bor ekan. Men hozir eshitib ko'zlarimdan yosh chiqdi. Abdulaziz inshaalloh Xudo xolisa tuzalib oyoqqa turib ketsa inshaalloh, demakki umra hajlariga onasini olib borish niyati bor ekan. Inshaalloh o'sha kunlarga barchamiz yetaylik. Ka'bani ushlab turganda ana shunday saxovat peshi insonlarni hammasini duo qilishlik nasib qilsin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hamisha ishlaringiz omad kelsin. Parvardigor, shu o'g'lim barcha bemorlarning dardiga shifo bersin. Allohim uni qatorida shu o'g'limga ham dardlarga Allohim shifo bersin. Bu kunlarni ko'rmagan deb ketay. Sizlarni ham ishlaringiz omad bersin. Xudoy martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Xalqimizdan shu o'g'limga yordam so'rayman. Parvardigor, oyoqqa turib yurib ketsa, doimiy
Ertaga kech duodaman Alloh shu bolam yurib ketsin u. Ona deb yetilab hajlarga borsin. Amin. Demak, yaxshi niyatlarga hamma farishtalar amin deydi. Hali Xudo xolasa bu kunlarni ko'rmaganday bo'lib, Xudo xolasa yaxshi kunlarda, Xudo xolasa ko'rishlik nasib qilsin. Abdulaziz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, mana shu Abdulazizni mana shu 30 million orqali Xudo xolasa oyoqqa turib ketishiga hammamiz sababchi bo'lib qolaylik. Inshaalloh barchamizga ikki dunyo saodat iqbollarini bersin. Parvardigoro mana shu bolaga yordam qilganlarni ikki dunyo saodatini obod qilsin. Topganiga Alloh baraka bersin. Inshaalloh Xudo xolasa bu kunlarni albatta Abdulaziz oyoqqa turib ketganda yaxshilik bilan eslaymiz inshaalloh. Demakki, kimdir shu bolaga yordam qilishga qodir. Kimdir o'zini duosi bilan hamma duo qilsin, shu ukamiz yaxshi bo'lib ketsinlar inshaalloh. Sizdan iltimos qilaman, ko'rib turgan aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, mana shuni hamma gruppalarga tarqatib olishlikni iltimos qilamiz. Mana biz hozir singlimizni plastik karta raqamlarini qo'ydik. Ana shu raqamlarga imkon darajasida yordaminglarni ayamaysizlar degan umiddamiz. Salomat bo'linglar, hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, mana shu murojaatga kelishimizga Xonobod qishlog'ining Novoyqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini raislariga, ishchilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doimo xalq xizmatdan hech qachon charchashmasin. Salomat bo'linglar. Rahmat.